Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Italyan tilini o'rganishga darsliklarimizni davom ettiramiz. Bugun keling biroz grammatik tushunchalarni o'zlashtirishga e'tibor beramiz. Parlare fe'lini kishilik olmoshlar bilan hozirgi oddiy zamonda tuslanishini ko'rib chiqamiz. Masalan, io parlo, tu parli, lui parla, noi parliamo, voi parlate, loro parlano. Demak, io parlo men gapiraman, tu parli sen gapirasan, lui parlo u gapiradi o'g'il bolalarga nisbatan, noi parliamo biz gapiramiz, voi parlate siz gapirasiz, loro parlano ular gapiradi. Endi ushbu gaplarni o'qib ma'nolarini ko'rib chiqsak bo'ladi. Demak, parlate giapponese, siz yapon tilida gapirasizmi degani. Non parliamo russo, biz rus tilida gapirmaymiz. Parlano italiano, ular italyan tilida gapiradi. Masalan, studiare so'zi o'qimoq, lavorare ishlamoq, aspettare kutmoq, abitare yashamoq, frequentare bu tashrif buyurish.